Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Xudolar Sodiqjon akamning avtobuslari Kazandan Toshkentga xudo xohlasa yo'lga chiqib ketyapti. Biz adresimizni aytamiz. Ametskiy magistral 9 Uzdevo avtoservisining oldidan haftaning seshanba, juma, yakshanba kunlari отправление bo'ladi. Avtobuslarimizni ko'rsating aka. Avtobuslarimiz полный komfort. Зарядное устройство, monitor, konditsioner, Wi-Fi, hamma bor. И bagajga ikkita somka 50 kilo положено. Bagajlarimiz katta. И salon ichini ko'rsatamiz, avtobus ichini. Hadi avtobus qalay ekan? Yaxshimi? Avtobuslar sharoitlar yaxshimi? Komfortmi? Yaxshi zo'r akalar. Akalar xudo xolasa ekran ustiga ishonchli telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol 24/7 aloqadamiz, telefon qila olasizlar. Avtobusimning ichi mana komfortli avtobus. Akalarimizdan so'rab olasiz. Yaxshimi aka avtobuslar? Zo'rmi? Salomat bo'lasizlar. Akalar xudo xolasa Instagramga qo'yamiz. Bemalol telefon qila olasizlar. Salomat bo'lasizlar. Whoa.